Bugun sizlar bilan O'zbekiston aeroportida nimalarga e'tibor berishingiz kerakligi haqida gaplashamiz. O'zbekiston aeroportida safaringizni muvaffaqiyatli boshlash uchun quyidagi narsalarga e'tibor bering. Ko'pchilik odamlarni aeroportga qancha vaqt oldin kelish kerak degan savol qiynaydi. Xalqaro reyslar uchun aeroportga kamida 3 soat oldin kelish tavsiya etiladi. Chunki ayrim xalqaro reyslarda ro'yxatdan o'tish uchish vaqtiga 1 soat oldin qolganda to'xtatiladi. Bu vaqt sizga ro'yxatdan o'tish, xavfsizlik nazoratidan o'tish va bojxona tekshiruvlaridan o'tish uchun yetarli bo'ladi. Keyingi ko'pchilikni qiziqtiradigan savol bojxona deklaratsiyasini qachon to'ldirish kerak? O'zi to'ldirish kerakmi yoki yo'qmi deb so'rashadi. Yo'lovchilar bojxona deklaratsiyasini quyidagi hollarda to'ldiradilar. Birinchisi, agar siz 70 million so'mdan 100 million so'm ekvivalentida naqd pul olib ketayotgan bo'lsangiz, to'ldirishingiz shart. Aks holda bojxona xodimlari deklaratsiyada ko'rsatilmagan ortiqcha summani olib qo'yishlariga haqli bo'ladilar. Qimmatbaho metallar, oltin, kumush yoki qimmatbaho toshlar olib chiqayotgan bo'lsangiz, elektron jihozlar, masalan dron, katta hajmdagi texnika yoki tijorat yuklari olib chiqayotgan bo'lsangiz, dori-darmon yoki maxsus cheklovlar qo'yilgan tovarlarni olib chiqayotganingizda deklaratsiya to'ldirishingiz shart. Bu narsani hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Bojxona deklaratsiyasini to'ldirib, chegaradan o'tayotganingizda bojxonachiga taqdim eting va deklaratsiya to'ldirilganini tasdiqlovchi muhr yoki imzo qo'ydirib oling. Bu sizni O'zbekistonga xuddi shu buyumlar bilan qaytganingizda yana ortiqcha bojxona boji to'lamasligingizni kafolatlaydi. Hozirgi kunda jismoniy shaxslar samolyot orqali O'zbekiston hududiga uchib kelganda 1 oy ichida $1000 gacha o'z ehtiyojlari uchun boj to'lamasdan tovar olib kirsalar bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, o'zingiz bilan nima olib ketyapsiz va shu narsalaringiz yana o'zingiz bilan qaytib kelsa, bu narsalarni erinmasdan hammasini bojxona deklaratsiyasiga yozing. Ikkita telefoningiz bo'ladimi, tilla taqinchog'ingiz bo'ladimi, qimmat Rolex soatingiz bo'ladimi? Hammasini erinmasdan deklaratsiyada ko'rsating. Ertaga bu narsalarni bilmaganingiz uchun bojxonachilarni yomonlab video chiqarishingizdan foyda yo'q.